Barchangizga assalomu alaykum. Jasturbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Men ushbu dasturimda barcha xildagi bo'lgan sotiladigan texnikalarni obzor qilaman. Akalar, video albatta yoqsa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada esa o'zingizga kerakli bo'lgan texnika nomini yozib qoldiring. Sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Akalar, birinchi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamizning holatini aytib o'taman akalar. Texnikamiz boyovoy holatda turibdi, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Olasiz u haydaysiz akalar. Videomizni ko'ring, agarda ushbu texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, narxini 55 million so'm deyishmoqda. Yana oz-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Samarqandda turibdi. Bemalol haydab ko'rib, borib ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning garantiyasi bor. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan bog'lanib, boshqa ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Eslatib o'tamiz, texnikamiz holati ideal. Akalar, agarda sizlarga sifatli va hamyonbop agregatlar kerak bo'lsa, marhamat, mana shu akamizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ushbu akalarimiz mana ko'rib turganingizdek zakaz asosida kultivatorlar yasab berishadi. Agarda sizga ham kultivatorlar kerak bo'lsa, bemalol hoziroq qo'ng'iroq qilib, akamiz bilan bog'lanib, xuddi siz xohlagandek, siz istagandek akalarimiz kultivatorlarni sizlarga tayyorlab berishga tayyor turishibdi. Ushbu akalarimiz Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida xizmat ko'rsatadilar. Kultivatorlar esa 60, 70, 76, 90 larga tushadi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu kultivatorlarimiz paxta, makka, har xil ekinlar uchun deb aytib o'tishmoqdalar. Agarda siz ham kultivator zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat akamiz bilan qo'ng'iroq qilib, bemalol boshqa ma'lumotlarni ham gaplashib, o'zingiz xohlagan va o'zingiz istaganday qilib zakaz berishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Texnikamizning holati a'lo darajada, hujjatlari joyida, 2022-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning hamma joyi radnoy turibdi. Hech qanday kamchilik va rasxotlari joylari yo'q ekan. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Agarda ushbu texnikamiz sizlarga kerak bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Traktorimizning narxi esa 330 million so'm. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz ham Belarus 1025 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun akalar. Texnikamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, motor korobkalari ochilmagan, hamma joyi soz holatda. Ushbu traktorimiz 4500 motochas ishlagan, pul zarurligi uchun sotilmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 280 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, manzil Navoiyda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda, qo'ng'iroq qilib boshqa ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyaga o'tib Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang akalar. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Prespat Bosch va T40 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikalarimizning narxi 80 million so'm deyishmoqda. Manzil Xorazmda. Prespat Bosch va texnikaning holati ideal darajada ishlab turgan texnika. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa, akamizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bemalol bilib olishingiz mumkin. Mini traktor Zubr traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Agarda kim mini traktor izlab yurgan bo'lsa, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Ushbu Zubr traktorimiz 20 ot kuchli deb aytib o'tishmoqdalar. S201 modeli ekan. Traktorimizga qo'shimcha holatda plug, kaselka, pritsep va kultivator ham beriladi. Full komplekt holatda sotiladi. Narxi $3700, so'mda esa 45 million so'm. Yana kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Ushbu texnikamiz Toshkentda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Class Markent 65 Prespat Bosch sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizdan 3 ta kirib kelgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikalarimiz O'zbekistonda ishlamagan. Yaxshilari Yevropa davlatidan kelgan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu Prespat Bosch'imiz Toshkentda ekan. Bemalol agarda qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Prespat Bosch'imizning narxi esa $14000, yana kami bor. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T40 traktorimiz sotiladi va qo'shimcha holatda beda o'rgich jatka traktor sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz obmen ham bor ekan. Ushbu texnikamizni hamma yeri ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxi esa
$10 ming yana kami bor deb qo'yganlar. Ushbu texnikamiz Samarqandda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. MTZ-82 traktorimiz srochin sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka zadniy moslari ochilmagan, nahadu holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz va haydaysiz, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa 150 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kami bor ekan. Texnikamiz Namanganda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning holati soz holatda. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktorimiz srochin sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizga qo'shimcha holatda chizig'i bor, kultivatsiya qilib ham ishlatsa bo'ladi. 70 ga zo'r tushadi deb aytib o'tishmoqdalar. Kultivatsiya 70-80 ga sursa ham bo'ladi. Kelib ko'ringlar, agar olmaydiganlar bo'lsa iltimos qo'ng'iroq qilishmasin deb aytib o'tishganlar. Texnikamiz oladigan maqsadingiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling. Ushbu texnikamiz Toshkentda narxi 42 million so'm, yana kami bor. Akalar, Telegram kanalini kommentariyada qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib, bu yerdagi sotiladigan texnikalarni ham bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Kommentariyaga ссылкасini qoldirganmiz. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-811 gibrid traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning motor korobkalari, zadniy moslari hammasi zo'r holatda ochilmagan MTZ ekan. Motor korobka zadniy moslari MTZ ochilmagan. Narxi esa 85 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktor Zubr traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz fermerlar va bog'bonlar uchun deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning holati ideal darajadagi texnika akalar. Hamma yerda ishlab turibdi, hech qanday kamchilik va rasxotlari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa $1800 yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz hamma yerda soz holatda ishlab turibdi. Ushbu traktorimizning manzili esa Toshkentda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Agarda sizga qolgan ma'lumotlari ham qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'laning. O'zingizga kerakli bo'lgan savollarni ham berishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz holati a'lo darajada. Texnikamizning narxida yana kami bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz yuradi, kamchiligi yo'q. Narxini esa kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi 22 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'onada turibdi. Qiziqgan akalarimiz yoki tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, akalar, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz srochin sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari zo'r, moy yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentlari ham bor, aybi yo'q, ishga tayyor holatdagi texnika. Narxi esa 35 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Bemalol borib